Assalomu alaykum. Qaysi davlatlarga bordim? Yaponiyaga haydovchilik kanali uchun katta rahmat. Salomat bo'ling. Assalomu alaykum. Migratsiya agentligi 31-operatori eshitaman sizni. Ma'lumotlaringizni to'ldirib, saqlashni bilsangiz, sizning agentingiz bizga kelib tushadi. Hurmatli murojaatchi, arizangizni qabul qildim, tegishli boshqarmaga yetkazildi. Har kuni yuzlab fuqarolar migratsiya agentligiga shartnomalar, xorijda ishlash, viza rasmiylashtirish, xususiy bandlik agentliklari to'g'risidagi ma'lumotlar yoki bo'lmasam chet elda yuzaga kelgan muammolar to'g'risida migratsiya agentligiga murojaat qiladi. Bu oddiy ma'lumot xizmati emas, balki fuqaro bilan agentlik o'rtasidagi eng tezkor aloqa vositasidir. Ana shu murojaatlarning birinchi manzili 1282 qisqa raqami orqali faoliyat yuritayotgan Call markaz. Bugun ushbu markaz faoliyati bilan yaqindan tanishamiz. Qani ketdik. Rasmiy Telegramdagi xorijda ish kanalimiz orqali vakansiya haqida e'lon kelib tushganda bizga bo'lgan qo'ng'iroqlar soni keskin ortadi. Bizga asosan Epstopik imtihonlar to'g'risida Koreyaga ishlashga ketish masalasi bo'yicha xususiy bandlik agentliklari to'g'risida qo'ng'iroqlar ko'proq kelib tushadi. Umumiy qilib aytadigan bo'lsak, operatorlar tomonidan kuniga 350-400 ga yaqin qo'ng'iroqlar qabul qilinadi. Qo'ng'iroq qiluvchilarning o'rtacha kutish vaqti 1 daqiqadan 1,5 daqiqagacha kuzatilishi mumkin. Reklamada ko'rib qoldim internetda. Belarusiyada $8,000 ish bor deb. Siz ko'rgan ma'lumot yolg'on, fake bo'lishi mumkin. Bizda faqat Telegram rasmiy kanalimizda $760 deb yozilgan, hurmatli fuqaro. Ko'pincha fuqarolar qanday xatolarga yo'l qo'yishadi? Ular ko'pincha ijtimoiy tarmoqlardagi Facebook, Instagram orqali qo'yilayotgan e'lonlarga ishonib bizga qo'ng'iroq qilib, ular bo'yicha ma'lumot so'rashadi. Biz esa ularga ishonmaslikni, faqatgina rasmiy ma'lumotlarga tayangan holatda ularga ma'lumot beramiz. Turmush o'rtog'im mart oyida Rossiyaga ketdi. Hozir xo'jayinimni birdaniga mazasi bo'lmay qolib, insult olganga o'xshab bir tomon yaxshilamay qolibdi. Ayni damda fuqaro Rossiya davlatiga ikki tartibda kelganlar va u yerda insult kasalligiga chalinib og'ir ahvolga tushib qolganlar. Yakka tartibda ketgan bo'lsalar ham O'zbekistonga qaytariladi. Ya'ni men bu masalani mutaxassisga yo'naltirib qo'ydim, yordam beriladi. Bir qo'ng'iroq ba'zan insonning xorijdagi ishi, huquqi, xavfsizligi bilan bog'liq muhim masalani hal qilishi mumkin. Siz ham xorijda ishlash davringizda muammoga duch kelsangiz yoki mehnat huquqingiz bilan bog'liq savollar tug'ilsa, Migratsiya agentligining 1282 qisqa raqamlariga 24/7 qo'ng'iroq qilib murojaatlaringizni qoldiring. Qolaversa, Call markazga xorijiy davlatlardan ham 24/7 rejimida bepul qo'ng'iroqlarni amalga oshirish mumkin.